bəxet kiler əzəldir Quyaş tek yıldız aynidir Şuna bəxet kiler əzəldir Quyaş tek yıldız aynidir Yaman bulsun demez anılar Fakat kıyar perzentliğe Yaman bulsun demez anılar Fakat kıyar perzentliğe Tavlası deydu atılar Bazıda taş koyup köksüge Tavlası deydu atılar Bazıda taş koyup köksüge Aileden taralgan nehir Yurtudu alem pütkün Aileden taralgan nehir Yurtudu alem pütkün Ata kılsa süygüge takdim Sadakatke tolgan bir kümür Ata kılsa süygüge takdim Sadakatke tolgan bir kümür Yaman bulsun demez sanılar Fakat kıyar perzentliğe Yaman bulsun demez sanılar Fakat kıyar perzentliğe Tavlası deydu atılar Bazıda taş koyup köksüge Tavlası deydu atılar Bazıda taş koyup köksüge Körüvatqınыңlar Oz nimini yemeydi, el nimini demeydi. Taşqı tekken tuxum, haman çekilip gitti do balam. Onun derdini çıktı hadi kettim baba. Seni yuşurmayma. Aman esen boşunu olsun. Bir perzent yapıp kılaydı kamağalarım kandı ya baba. Neyki o bilmedi. Bu pul yürükünü xəncərlə qadıyılıp onu aram dərmatı da baba. Onu düşünmek dilini azar veriptim Afgan. Ki bana amılsan bo'pti. Kichik bo'g'im bilan menda aqlliq kelsa Afgan. Bari tosh. Kim aql aqlni. Kechirgin. Onda deme canım akka. Senin ko'ngling bekmi oq. Başkalarının gibiga asallam ishinib gitse. Hamma odamni o'zingga o'xshashlab o'ylaysa. Mening bu dunyoda ota-onamdan ilhom akam ishqillardan ortiq qo'shanligim yo'q.
Seni şu qıltaqqa tushib ketamgida bak ansirdim aka. Sen baxtsizlikka uçursan, bizning ko'zimizga uyqumi kelmaydi. Qo'pollik qilib, yo'lsizlik qilib qo'ygan yerlarim bo'lsa, dilimni ranjitgan yerlarim bo'lsa, meni kechirib etgan aka. Yaxshi ko'nglimni tushunmay qopdim Afqa. Men demedim apa. Sizlar akamni qarab turib bir o'tni ichiga ishtirib qo'ydinglar. Mal egisidan o'g'ri kuchlik degandek, akam qo'qaq saqalqin ko'midingmi o tulkini? Shunda qilsam, erimning og'zini itiman deb o'ylab qopti tex o'zicha. Uxlamay tush ko'msin o ilgar tulka. Deganlaring rost balam. Bu kelinning qo'lidan her bala keldikin. Xotin kiş degan shuncha ko'p pulni ega uxtatmay uyda saqlagan nadiva deysa. Tex yuragini qoptaq qilib ildarga qora chaplig'ini cho'texi. Ko'ngli qaradam yuzsiz buldu apa. Bumsi necha vaqtdan yoqi o'ziga kir yuqtirmay kelayotgan akam qarchaplamda. Keç gündüz balının otudu köyüp, pişip, fıçılınıvatkan aş biçara akam. Muş işlik emdi qandaq mı çidiyala? Bu sətçiliklərinin balduraq aşkarlanğını yaxşı oldu apa. Akamның öz gözü bilan köygünü texim yaxşı oldu. Bombası biz desək herkes işenmeydi apa. Akamның qançılıq eğir kevatqanlığını bilip durvatdım. Könglim şunçilik yerim. Doğru deysin. Bu köngülsüzçiliklerini dadam anlasa, herkes kötülenmedi. O adam, küçük kilinim yanı bir nevri to'g'pirdigan bo'ldi de, qiniga patmay xo'shal yurgandi. Şu bu köngülsüzliklerini hozircha dadamga aytmay turayli apa. Ma'qul bo'lar. Ma'qul. Ko'nglingizni buzmang ana. Qarang Solim, o'zingiz pok va padar bo'lsangiz nimadan qo'rqaysiz? Şu günü apam kep qamğan bo'lsa Faridada. Ildar meni uydan chiqarib etishdi yanmaydi. Yo'q, undaq demang Solim. Eldar hargiz undaq qilmaydi. Eg'ir yo'q bir ayol kishini gumon qilib uydan chiqarib etgan nadi ba? O hozir mendan gumonlanib yurdi. Qo'shqida jin bo'lg'achqa menimi shundaqmikin deb yurdi. Gapingizni tushunamadim o nana. Bu ishni hech kimga deb baxmadim Faridada. Nemishqa desangiz, birasiga deb solsam, o'zimizning chavsini chitqi yaygandek bo'ldiki. Demay desam, ichimdagi ta'tlarim to'shibli ketdi. Davran Solim. Men yot odam bo'lmagandikin. Arzugul, Sherin degan qizlarni sizmi bilsiz haqacan? Po'lat akamning shirkatida ishlayotgan qizlarni demsiz? Ha, dal shu. Eldarning tag'isi ularni bak qadrlab ishlatib yutibdi-ku. O qizlar Po'lat akamga shunday yordam qilib, qo'l qanot to'lab ishlayotsa. Rost deysiz Faridada. Toza obdan qo'l qanot bo'lib yutibdi ular. Şuna Po'lat akamning topgan pullari ashu satan qizlarning yanchug'iga kirkib beribdi. Kim shundoq deydi?
Pulat akangızning eng yaqin ağaynisi deb beribdi. Kimga deb beribdi? Onun kimligini sizga deb bersam bo'lmas Farida. Manga yaxshilik qildim deb balo qamsu yana. Bundaq gaplarga ishinib ketmang Nana. Bu haqiqatan pitni yig'vochilar hasadxo'rlarni topgan gapidir. Pitni eg'volaga men ishonmayman Farida. Sali degan adam tijoratchiga burun Pulat akam bilan quyuq orlashibdi-ku demaysiz. Pulat akam ishxonaga yomon qizlarni akirib olg'achqa, u odamning vijdoni chidamay. Sanam ming bir japada tepatgan pullarni sen mushundaq yo'ldan chiqqan qizlarga xajlab to'zitvasan bulamdi debdi-ku. Pulat akam chattig'ing nima deb toz tillabdi u bichara odamni. Jamiyatda yon peshiga uribli gap topadiganlar bor singlim. Bundaq gaplarga yengillik bilan ishinib ketgan olmaydi. Bu gapni qanchalik putasab tura oladi, qanchalik asosi bor. Bu gapni topgan odamning qanchalik saposi bor degan taraflar oydinlashmasa, oq-qora o'ng'ayl aralashib ketadi. Faridada, shamol chiqmasa, daraxt ling'ishmaydi. Unda aldirab yakun chiqarib etmang singlim. İlham akamga ishonish, ishonmaslik o'zingizning ishi Faridada. Lekin yaqindan buyon Ildar yerim kechagacha uyga kirmayotganligini, men yot odam qatorida muomala qilayotganligini sizdan yushirmayman. Nemishqa? Hadi sizlar qattiq tegib, meni silkayverdi. Shu odam qiyofatiga kirib olgan Şu alvastı cinlar onu azdırmagan bolsa bir optan ailemge muşundaq soğukçılık düşemdi deysiz. İlham akamga ishonish, ishonmaslik o'zingizning ishi Faridada. Nima? Qapog'ingiz sangilab ketibdi-ku. Hech uxlamadingizmi? Bu savolni mendan so'ramay o'zingizdan so'rang. Hozir soat qancha bo'ldi? Yonfoningiz etilib qopdi-ku. Qarang. Baya to'la telefon kelaverib, so'rindikilarning kayfiyatiga ta'sir etib qolmasin deb aytib etgandim. Nima? Bir ish bo'ldimi? Yuz bergan ishlarni obdan bildigansiz? Nima ishlar? Shavkat apandimning axloqli ishki o'g'li tog'sining ishxonasidagi ishki satanga mahliya olib qopdi degan ishlarni. Töhmet. Hammamiz töhmet. Bizga birazning ziyonkashlik qilish qarzi bordek turdi Farida. Bo'lmasa hargiz bu gap chiqmaydi. Bundaq odamning borlig'ini men inkor qila olmayman. Lekin İlham bugun Nananing gapini anglab chivin yog'agandekli bo'lib qoldim. Uning ustiga siz yonfoningizni etib olib, Eldarga o'xshash yerim kechik yo'qab ketsangiz, rostdan ansirab qoldim. Gumonlanib o'tamal danga. Boshqa odamlar bo'lsa-ku to'g'ri tushunishga bo'ladi. Lekin sizdek doktorlik unvoni bor. O'qimishliq bir doktorninki. Mushundaq apqashli gaplarga ishonganligingizdan yurkimdek azoblanyapti Farida. Doktorlarmichu sizga o'xshash odam. Ular sizga o'xshash hissiyat bor. Bunda gaplarni anglab olsa,
odamni rostilla qo'rqinish bosadi. Nana sizga bir nima dedimi? Nananing menga nima deganligini siz obdan bilasiz? O qiziq gap bu. Onun sizga nima deganligini men nima bilay? Bo'ldi. To'liq tishimga tegaverma Farida. Yo'ldan chiqqan Arzigul Shirin degan ishq alvastini ishxonasiga akiribdi. İlham akam bilan Eldar mush ishq alvastini agib yuriydi deydi. To'xtam. Bu bir suiqasd qiladi. Ular töhmetning tig'uchini tog'amg'imi? Tog'amning shirkatidagi g'olliq xodimlarg'imi? Menga, ukamga, hatto dadamg'im qaratgandek qiladi. Bular kim? Bularning maqsadi zodi nima? Nana bu gaplarni kimdan olganligini sizga dedimi? Pulat akamning Sali deydigan bir og'aynis bor o'xshaydi. Bunda yomon qizlar ishxonangga yig'vag'ining nimasi? Bunda qilsang qanday ilgir bossa, sanamga ishching og'risin desa, uni tillab to'yg'izib qo'yapti. Demadimmi Farida? Bu sirlar oshkorlang'ildi demini. Eldar bilan ikkimizni o qizlarning qiltig'iga uchib ketdi degan odam shumikan? Buni aniq deb bermadi. Siz Sali degan odam tunamsiz? O Sali degan shaytonni kim tonimaydi? O degan bir shalloq, yolg'onchi odam tursa, qaysi salohiyati bilan tog'amga nasihat qila oladi? Yolg'on. Hammasi yolg'on. Men tog'amni obdan tushunaman Farida. O Salidek shalloq odamlar bilan hargiz do'st bo'lmaydi. Salining Arzigul bilan Shirinning kaynidan gap tepishdi-mi? Cho'qim bir g'arzi bor. Qo'li yetmagan shoptul achchiq deb degan ko'nglar. O ikki qiz bultur ta'tilda shirkatning to'rbetini chiroyli qilib loyilab beribdi-kan. Shirkatdagilar qo'ldan ish keladigan qizlar ekan deb o'qish bitirish amallar shirkatga taklif qilib akilib olibdi. Ularni hozir shirkatdagilarning hammasi maqtayotdi. Ular hozir ichkirdagi Do'stlik Nur shirkati bilan bo'lgan savdo aloqasini qilyotdi. Har qaysi joydan vakolash taklif qilgan ishlarni ularning zimmasiga yuklangan. Ularni shirkatdan jiroqlashtirishninki nimadan darak berdiganligini endi tushungansiz. Eldar bilan ikkimizni bo'shqa chetib olganni. Bu ishda Nananing o'yinimikin deb o'ylayapman. Qanday deysiz? Eldarning o'yidagi ikki tuman pulning gapini anglagansiz. Nana o pulni opam berdi deb yig'lab ketdi-ku. Opasi bergan bo'lsa, nima deb eri bilmaydi. Nima deb onasi bilan bolasining gapi bir xil chiqmaydi. Bu pul gumonliq Farida. Yey. Odamning da qo'rqdisiz. Unda emasdi. Men Nananing atrofidan agib ketolmayotgan birasi bormikin deb gumonlayapman. Siz Nanani sirtqa qarab qoldi deb atmaydigansiz? Yo'q. Hozircha undaq deyolmayman. Biraz uni pul orqali ozdirmoqchi bo'layotgandek deb o'ylayapman. Asossiz gumonlansangiz bo'lmasmiki Ilham? Nananing to'y bo'lishining oldida Osmon degan birisi paken to'q. U yaqinda birisiga Nananing eri ko'ngli yo'qkan debdi. Bu apqashti gaplardi aqıcım. Osmon bu gaplarni mening bir xizmatdashimga debdikan to'q. Onunga nima maqsadlandigini bilmadim. Er-xotin ikkisining o'ttiriga so'g'oqchilik selish maqsadi bordek turdi. Bu gaplarni Eldar hargiz anglab qolmasinmi? Rost deysiz. Bo'lmasa bir ish chiqarib qo'ymasa yana ufkimiz. Rost deysiz. Eldar hozir bu gaplarni anglab qolsa qat'iy bo'lmaydi. Pulning g'avg'asi tugmay tursa
o'tning ustiga yolchashqandek ish bo'ldi danga. Mana Eldar ikkimizning ustidan gap tepib, o'zining gunohini yoshirayotgandek bo'lyapti menga. Qiziq gap qildi ekansiz-ku. Sizni qarlayotsa, siz aqlayapsiz-ku. Menach uning maqsadi birinchidan sizni o'ziga ishontirib, sizni qo'g'dug'ich qilib olmoqchi. Ikkinchidan bu kaltak orqali bizga xirs qilib, bizni pul to'g'riliq eg'iz ocholmaydigan qilib etish. Endi tushungansiz? Bu filmimizni pokizlikning